shunaqa narsalar ko'p tarqay boshladi. Yosh bolalarni azoblanayotgani, ularni urib, unga azob berib, yaqinda bittasi chiqibdi, bolani osib qo'yibdi. 3 yoshli bolani osib qo'ygan oyog'idan uryapti. Men hayron qolyapman, bunaqa narsalar qayerdan chiqyapti bu holatlar? Alloh guvohligida gapiraman. Men bunaqa qasam ichurmayman. Alloh guvohligida aytamanki, ko'rmayman. 5 sekund, 7 sekunddan ko'pini ko'ra olmayman. Hali LGBT, ateist degan so'zlarni oson biz quloqlarimizga, tillarimizga osonlashtirib yubordi-ku. Masalan, men LGBT degan so'zni ham shu 1-2 yildan beri tilimga osonroq bo'lib qoldi shu gapni gapirib yuborishlik. O'shani tilimizga oson qilib berganlar bor. O'zimiz ichimizdan chiqqan u boldan sopini o'zimizdan chiqarganlar bor. Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog'-omonmisiz? Bugun bir mavzuni ko'targim keldi, chunki bunga majbur bo'ldim. Allohning la'nati bo'lsin ana shunday kimsalarga. Ya'ni shunaqa narsalar ko'p tarqay boshladi. Yosh bolalarni azoblanayotgani, ularni urib, unga azob berib, yaqinda bittasi chiqibdi, bolani osib qo'yibdi. 3 yoshli bolani osib qo'ygan oyog'idan uryapti. Yana bittasi esa xotini bilan aytishib qolib, janjallashib, telefonda bolasini uryapti. Yana shu kabi narsalar, ayniqsa kattaroqlar ham, o'smirlar ham, yosh qizlar, maktab qizlari bir-birini sochini yulib, xullas kalom mana shunaqa narsalar bo'lyapti. Men hayron qolyapman, bunaqa narsalar qayerdan chiqyapti bu holatlar? Qanday bo'lyapti bu? To'xtamayapti-da. Men alohida bir qonun ishlab chiqish kerak bo'ladimi bularga? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Endi eng achinarlisi o'sha masalan bolani azoblayotganlar alohida bir masala. Ular albatta jazoga tortiladi, tortilsa kerak. Endi bilmadim endi qanday bir qutulib ketadimi tanish bilish qilib. Yana bilmadim-ku, Meylaga insof bersin. Lekin ana shu narsani videoga olib tarqatayotganlar bor-ku, yoki videoga olinganini tarqatib bemalol videosiga qo'yadiganlar. O'sha eng oxirgi holatdan kelib chiqaylik. Eng oxirgisi nima? Eng oxirgisi o'sha azob bergan ham emas, tarqatgan ham emas, o'shani ko'rishlik o'zi umuman. Masalan, mana shu holatni, bolasini azob berayotgan holat bir minutlik narsadir, 2 minutlik rolikdir masalan. Mana Alloh guvohligida aytaman. 10 sekunddan ko'p ko'rmayman, 7 sekunddan ham ko'p ko'ra olmayman. Unda o'tadi-yu, Instagramda o'tib qoladi, TikToklarda o'tib qoladi, ko'rib qolasiz ba'zan. Haligi bolani big'illab yig'lab turgan holati yoki mana bolasini urayotgan, o'rganib qoldi. Quloq o'rgandi. Oldin masalan bir 3-4 yil oldin deymiz, 5-6 yil oldin bunaqa narsaga hayron bo'lib qolardik. Majbur bo'lardik. Haligi 20-30 sekunddan ko'rardingiz-da. Nima ekan, tinchlikmi, nima bo'ldi ekan deb. Biror joyda bir yer zilzila bo'lib tom bosib qoldimikin yo urushdagi holatlarmikin, nima ekan derdingiz oldin. Hozir shu darajada quloqlarimiz o'rganib qoldiki, bolani yig'ishi eshitilib qolsa, men o'zimda shunday edi. Yana bir iflos bolasiga azob berayotgan bo'lar ekanda, eshak deb o'tkazib yuboraman, ko'rmayman. Ichkarida shayton qiziqtiradi. Ko'rchi, qanaqa, nima azob bergan unga? Nimaga azob berdi, bilish kerak. Lekin mana Alloh guvohligida gapiraman. Men bunaqa qasam ichurmayman. Alloh guvohligida aytamanki, ko'rmayman. 5 sekund, 7 sekunddan ko'pini ko'ra olmayman. O'sha 5 sekunddan hali o'tkazib yuborguncha ketadi vaqt. Men buni aytayotganim sababi, birinchidan men aytayapmanki, maqsadim shu bo'lyaptiki, ko'rmanglar bunaqa narsani. Bunaqa ishlar alohida qaytarib aytaman, yuqori bir tashkilotlar, institutlar ishlayapti shu borada. Nima borada? Mana shunaqa bolalarning azoblanganligi, shunaqa narsalarni bizni ongimizga oddiy narsa qilib singdirib qo'ygandik. Masalan, hali LGBT, ateist degan so'zlarni oson biz quloqlarimizga, tillarimizga osonlashtirib yubordi-ku. Masalan, men LGBT degan so'zni ham shu 1-2 yildan beri tilimga osonroq bo'lib qoldi shu gapni gapirib yuborishlik. Vaholanki bu haqida gapirilmas edi. Buni haqida gapirmasdik biz. Oilada ham, oshna og'ayni bilan hatto bu haqida gap bo'lmas edi. Uyat narsa edi. Umuman buni gapirsiz, nimaga bunaqa mavzuni gapiryapsan deb boradigan darajada edi. Hozir esa bunga targ'ib qilib gapirmaysiz. Ana shularni yomonlab yoki ana shu haqida gapirsangiz, o'shani tilimizga oson qilib berganlar bor. O'zimiz ichimizdan chiqqan u boldan sopini o'zimizdan chiqarganlar bor. Uning o'zini ahli ilm atasini boshqa bo'lsa, bitta shayton eshak bo'ladi. Shu odamlarni qulog'iga shu narsani
juda oson qilib o'rnashtirib qo'yadi. Maqsad shu. U eshak o'zi bilar yoki bilmas, shunga oylik olar, shunga boshqa pul topar, xizmat haqi olar. Lekin maqsad o'sha chetdagi tashkilotlar, ya'ni mana shu narsani bu millatga, bu diyorlariga va ayniqsa yoshlarni ongiga, qalbiga, tiliga, qulog'iga oson eshitiladigan, juda oson ishlatilib ketiladigan, yaxshimisiz degan so'zga o'xshagan qilib ishlatadigan qilib, oson tilimizga oson qilib berganlar bor. Ishlab beradigan eshaklar bor, xizmat qiladigan. Lekin ularni boshlari u boshqa tashkilotlar. Endi bu tashkilotlar, iblislar shunday bo'lar ekanki, bitta shu bilan kifoyalanmas ekanda ular har xil narsalar bilan kifoyalanar ekan. Masalan, ular azaldan qilib kelgan ishlari bordi. O'sha yalang'och ayollarni, buzuq ayollarni sekin-sekin o'sha ommaga targ'ib qilishlik, boshqa narsalar, masalan, ichkilikmi, boshqami, shunaqa narsalarni sekin quloqlarimizga o'rgatardi bular. Lekin u bilan kifoyalanmadi ular. Qarasa, bu bilan u darajada buzilib ketmayapti odamlar. Aqli bori ichmayapti. Ongi bori jaddiyni tushunmaydigan bo'lsa ham, kasal bo'lmay deb turib, hanaqa buzuqqa bormayapti. Qarasa, u sal u fintlar o'xshamayapti endi. U eskirib qoldi. Endi yangicharoq narsa o'ylab topish kerak bo'lyapti-da. Yangicha narsa esa o'sha LGBT, ateist degan so'zlarni ommani orasiga oson targ'ib qilishidi, yoyib yuborishidi. Bunga erishyapti. Aytganimdek, eshaklar xizmat qilib beryapti bunga. Lekin endi yana bular davom etyapti. O'shan o'zi ham kifoya bo'lmayapti. O'sha ateist yoki LGBT degan so'zlarni osonlashishi ham ularni qoniqtirmayapti. Yangi narsalar qilish kerak. Odamni toshbag'ir qilish kerak. Toshbag'ir qilishlikka masalan, falon joylarda urush bo'lyapti. Qayerlardadir, masalan, o'sha arab diyorlarida deymizmi, boshqa diyorlarda ham, masalan, arab bo'lmagan diyorlarda ham urush bo'lyapti. O'sha yerdagi xunrezliklar, vahshiyliklarni tarqatilyapti.